Ulug'bek xazinesi. 3. mavzu. Salamxana qap-qarаңғы болып, töriге quyma altından yasalgan naqshliq kurus o'rnatilgan edi. Turistiki altın qandilda nima uchundir faqat bir nechila sham yenib turadi. Bu shamlarning sho'lisida ko'p-ko'k farfurlar bilan qoplangan tamlar. Turistiki yerim-shar şekillik, nazuk bezekler qandaqdır mo'nluq tavlanib, salamxanaga allaqandaq sirliq tus berib turadi. Ali Qushchining esiga ixtiyorsiz holda baxt egisi deb atalgan Amir Temur keldi. Bu sirliq ham qop-qorong'u xonada tördagi quyma oltindan yasalgan naqshlik taxtda bir zamonlarda baxt egisi Amir Temur o'ltirganligi ko'z oldiga kelib, vujudini titrak bostida, go'yo uning tinchsiz ruhi bu xonada hukm surayotgandek. Bu ruh go'yo uning aziz dargohiga Ali Qushchiga o'xshash namrat olimning kirganligidan norozi bo'layotgandek tuyuldi. Mirza Ulug'bek taxtining orqasiga o'tib, tomga esilgan qaramtul ipak pardani ochdi. Parda ochilganda bir odam aranlab atadigan, burjaklariga mis tasma qiqilgan kichikkina eshik ko'rindi. Mirza Ulug'bek belidagi keng kamirga esilgan ochqichni elib, eshikning qulupini sharaqlatib ochdi. Andin qubbisimon takchidan bir dona shamni elib, Ali Qushchiga berdi. O'zimi birini elib yondirdi-da, aloqini bilan eshikini ittirdi. Temir qoplangan yo'g'on eshik asta g'ichirlab ochildi-da, qorong'u bo'shliq ko'rindi. Mirza Ulug'bek eshikdan sal ingishib kirdi. Uning orqasidan kirgan Ali Qushchi qop-qorong'u quduqni ko'rdi. Uning dimig'iga zay puruqi urildi. Mirza Ulug'bek bir qo'lida sham tutib, bir qo'li bilan quduqning teyilg'oq tomlarini siypab, tik palampaylar orqali pastga tushishga boshladi. Oxiri u quduqning tagiga yetdi bo'lg'ay, yana bir eshikni ochib, o'rg'a o'xshaydigan yer osti uyga kirdi. Bu tomlari qora marmar bilan qoplangan. Üstü past, tarig'ini to'rtchasi uy bo'lib, ichi muzdek sovuq edi. Uyning to'rt bulung'ida 4 temir sandiq turadi. Sandiqlar yo'g'on zincirlar bilan qo'ziqlarga bog'langan edi. Mudhish go'rga o'xshaydigan bu uymi nihoyat surlik bo'lib, go'yo sandiqlarning keynida shamlarning sho'lisi yoritilmagan qorong'u bulung'larda kimlardir müküp yotgandek va sukut ichida ularni g'azab bilan kuzatib turgandek tuyulatdi. Mirza Ulug'bek ko'zlarini yumib va beshini tuvan silib birdam turdi. O ihtimal tilovat qildi bo'lg'ay, lavlari midirlab, aloqini bilan yuzini sildi. Andin uduladagi sandiqning qulupiga ochqich solg'ach, Ali Qushchiga qarab, yordamlashgin degan ma'noda ishorat qildi. Sandiqning qopqig'i shundoq ig'ir ediki, ikkilan birlashib aran ko'tardi. Sandiqning og'zi ochilishi bilanla g'uva uyning ichi yurib ketgandek bo'ldi. Yo'g'on sandiq valvul parqirayotgan olmos, la'al yaqut, unchi marvoyit va valildayotgan qimmat baholiq esil toshlar bilan liq to'lgan edi. Mirza Ulug'bek uningdan bir tutamni ilib, zo'qmanlik bilan qaradi. Bu qimmat baholiq toshlar ko'k, qizg'uch, yeshil va havorang nur chechib turadi. Bu nurlar bir-biriga qo'shilib, ajoyib bir manzara hosil qiladi. Bag'dod va Qohira xazinalaridan elib kelingan, dedi Mirza Ulug'bek o'ychan holda. Bu bovam Amir Temur Sultan Bayezidni tarmar qilganda elib kelgan o'ljilari. Lekin buningdan
yergenmikin? Əslini sürüştürsen, bularning hammasi fuqarolarning milkidir. Onundan bir halta elivagın. Ali Quşçu hayran bulup ustazga qaradi. Bularni nima qilaman, panohdorim? Sana bayliq kerak emas, buni men bilaman. Ammo bu javohirlarni boya men degan yaxshi orzu tilak yo'lida ishlatarsan. Mirza Ulug'bek shundoq deb sanduqdagi javohirlarni bir chetga surdi. Nim qorong'u, uy texmi yurib ketdi. Qimmat baliq toshlarning ostidagi quyma oltinlar volildab ketdi. Yup-yumaloq qiliplarda quyilgan oltinlar xuddi dum keltirilgan piyolalardek sanduq tagida qator tizilgan edi. Mirza Ulug'bek quyma oltindan birini elib, qo'lida dangsab ko'rdi va "Dal 3 qadoq keladi", dedi. "Bular jannat makon bobomning menga qoldirgan ulushi. Men o'z ulushimni jahongirlik uchun emas, yurtni obod qilish, madrasalar qurib, ilm-fanni rivojlantirish uchun sarf qilish niyatida edim. Elimi shu niyatga sarf bo'lg'ay." Mirza Ulug'bek sanduqning tagidan qalin, qizil kun xaltini ilib, piyola cho'nlig'idagi quyma oltindan 10ni xaltaga soldi. Undan keyin go'har marvoyitlardan 5-6 uchum ilib, xaltaga soldi-da, Ali Quşçuga qaradi. "Al." Ali Quşçu kun xaltini sanduqdan ilib, yerga qo'ydi. Xalta nihoyat og'ir edi. Mirza Ulug'bek xiyol surib, soqolini siladi. "To'g'ri, sen bu oltinlarni ishlatishni bilmasliging mumkin." O birdan jim turgandan keyin, "Mabodo bularni tengiga almashtirish lozim bo'lsa, Xo'ja Salohiddin zargarga murojaat qilgin." Rost, zargar bilan uning o'g'li Mevlana Muhiddinga ham salomimni, ham o'zrimni yetkizgin. Bu mushkul ishda ishongan bir tig'im sen bo'lsang, yana bir tig'im Mevlana Muhiddindir. Shahzodaning gunohini kechirsin. Salomimni yetkizib qo'y, Ali, dedi. Bosh ustiga, ustoz. Mirza Ulug'bek sanduqning og'zini yopqach, qolg'ini Shahzoda Abdulazizning o'lishi bo'lur, dedi. Va go'yo bu gapi uchun Ali Quşçudan o'rzi so'ragandek qo'shimcha qildi. "Bilasan-ku, Shahzodaning tini ojiz, dili sunuq." Ustoz qo'shin tartib Ceyhun bo'ylarida yurgan chog'larda Samarqandda qolgan Shahzoda Abdulazizning munofiqliklari esiga kelgan Ali Quşçu. "Ah, ustozim", dedi ishida. "Nima uchun bu farzandingizga shuncha amroq tursiz? Sizning beshingizga kelgan kulfatlarning hammasi shu amroq farzandingiz dastidan bo'lgan emasmidi? Siz uning tini ojiz, dili sunuq deysiz. Biroq u sizning o'rningizda Samarqandda qolganda sarkardilaringizga besim ishlatdi. Amir İbrahim Begning o'g'lini qatl qildirib, hamma lashkar boshliqlarini siz bilan dushmanlashtirdi." Mirza Ulug'bek go'yo Ali Quşçuning o'ylaganlarini bilib olgandek, xursungan holda mundoq dedi. "Men o'zimdan qo'rqmayman, Ali. Haq Taala inom qilgan umrni yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin o'tkazdim. Bu tar dunyoning lazzati shunchalik ekan. Ammo o'z pushtimdan bo'lgan bu farzandimning taqdiri qandoq bo'lar? Aka-uka bir-birini nima qilishur? Buni o'ylasam, yuragim mujiladi. Chunki u tini ojiz, dili sunuq, Ali." Ali Quşçu go'yo ustoziga adabsizlik qilib qo'ygandek his qilib, uning g'amkin chiroyidan ko'zini qochirdi. "Bas,
Müşkülimizni Allah Taala özü asan kılgay. Mirza Ulug'bek sandıkның kulubunu saldı da Şamны kuluga elip aldığı ötdi. Salım xanıga çıqqandan keyin eshiklarni içip başqa öylerge qaradi ve hiç kim yo'qligini bayqab Ali Qushchiga burildi. Kök saraydan bu javohiratni elib chiqqanligini hech kim bilmasligi kerak, dedi u. Belvog' bilan beligingga ikki qator qilib tengib ol. Ali Qushchi boshlang'ich deb ustoziga tikildi. Kaminiga yana nima topshiriqingiz bor, ustoz? Mirza Ulug'bekning ko'zlari qisilib, chiroyida xiyol aralash bir shijoat alomati paydo bo'ldi. Hamma tilakimni boya aytdim. Men toju taxtni emas, ilm ma'rifat yo'lida qilgan xizmatlarimni, yozgan asarlarimni, to'plagan ilm xazinasini o'zimning haqiqiy boyligi deb hisoblayman. Bu bebaho xazinaning taqdiri sening qo'lingdadir, Ali. Bu xazina butkul Mavara Nahrining, hatto butkul insoniyatning boyligidir. Mubodo Haq Taolo kamina ojiz bandasini saltanatdan judo qilib, elde xurofotlik avj olsa, bu xazinani kelgusi avlodlar uchun saqlab qolishing sening zimmangdagi ishdir. Uni taqqa elib chiqib, aniq bir joyga yushirib qo'ysang bo'ladi. Lekin ehtiyot qilish shart. Bugun usti tepib 10-15 po'lat sandiq yasitib qo'yish kerak. Tushundim, ustoz. Mirza Ulug'bek qo'llarini shogirdining muyurisiga qo'ydi. Haq Taologa shukrkim, o'z pushtimda bo'lgan farzandimdan ko'nglim suv ichmagan bo'lsa-mu, sendek shogirdni menga ato qildi. Mirza Ulug'bek titragan qo'llari bilan Ali Qushchini quchoqlab peshonasiga so'ydi. Ali Qushchi nima uchundir yana o'sha illiq bahor kunini esladi. Ko'z oldiga xili yashinib qolgan oq soqolliq mehribon ustoz Qozizoda Rumi keldi. Uning Mirza Ulug'bekka o'xshash peshonasiga so'yganligi, yuziga tekkan oppoq ham yumshoq soqoli yodiga kelib, dili yayrab ketdi. Xudo haqqi, paqirmo Allohga shukr deymanki, sizdek mehribon ustozni ato qildi. Ali Qushchining ko'ziga ixtiyorsiz holda yosh keldi. Agar taqdir boshqa yo'lni ixtiyor qilgan bo'lsa, men kim bo'lardim? Mirza Ulug'bek yo'g'on oltin uzuk taqalgan ko'rsatkich barmog'i bilan ko'z yoshlarini surtib, to'satdan dardlik ovoz bilan: "Men sendan abadil abad rozi", dedi. Mubodo didor ko'rish nisib bo'lmasa, rozi bo'lg'aysan o'g'lim. O bugun Ali Qushchini ikkinchi qatim o'g'lim dedi. Paqirmi rozi ustoz, mengu roziman. Ustoz bilan shogird ko'z yeshidan tillari lol bo'lib, qattiq quchoqlashgan holda qimir qilmay qaytib qolishdi.